San'at va madaniyatga berilayotgan e'tiborni mana shunday majmualarda ham kuzatishingiz mumkin. Tuproqqal'a yoshlari uchun madaniyat markazi mavjud emasdi. Bugun esa barchasi o'zgardi. Mana shunday sharoitlar bilan ular yangicha imkoniyatlar bilan faoliyat olib borishmoqda. 2020-yil Tuproqqal'a tumanimiz alohida tuman bo'lib chiqqanidan keyin tumanimizga barcha sohalarda e'tibor qaratilib kelinyapti. Jumladan mana shu yurtboshimizda tegishli qarorlarga asosan mana shu madaniyat markazlari barcha viloyatlarda, tumanlarda tashkil qilinyapti. Jumladan mana shu bizning madaniyat markazimizga ham juda katta e'tibor qaratildi. Ya'ni ko'plagan yo'nalishlar bizni tumanimizda mana shu madaniyat markazida alohida urg'u berilib, mana bizning teatr sohamizga ham juda e'tibor qaratildi. Hozirgi kunda mana madaniyat markazimizda 7 ta yo'nalish bo'yicha bolalarga tahsil berib kelinmoqda. Nafaqat bolalarga, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan havaskor qiziquvchilarga oliy ma'lumotli, o'z malakasiga ega bo'lgan ustozlarimiz tarafidan ta'lim berib kelinmoqda. Tuman miqyosida mana shunday madaniyat markazlari ochilishi biz yoshlarni juda quvontiradi. Mana ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, mana shu madaniyat markazimiz hamma imkoniyatlarga ega desak, xato qilmagan bo'lamiz. Aynan bizni teatr sohasi bo'yicha mana sahnamizga egamiz, mana tomoshabinlar zalini ko'rib turibsiz. Bunday imkoniyatlar bizni yanada kuchliroq mana shu sohamizga e'tibor qilib ishlashimizga yana bizni undaydi desak, xato qilmagan bo'lamiz. Mana shunday sharoit yaratib berildi. Biz va bunga javoban belimizni mahkam bog'lab, Xudo xohlasa, mana shu yerda jahon sahnalariga chiqadigan yoshlarni tayyorlab chiqazamiz degan niyatimiz, umidimiz bor.